Baliqqa kuniga necha mahal yem berish kerak? 2-3 mahal kichik baliqlar uchun, 4-5 mahal katta baliqlar uchun. Baliq nima sababdan o'sishni to'xtatadi? Kislorod yetishmasligi, kasalliklar, harorat mos emasligi, suv sifatining yomonligi. Eng ko'p uchraydigan kasallik qaysi? Ayromonoz, qora dog'li kasallik, ichki parazitlar, gil kasalliklari, ichak infeksiyalari. Kasallik belgilarini qanday bilsa bo'ladi? Suv ustida suzib yuradi yoki yonboshlab yotadi. Oq yoki qora dog'lar chiqadi. Ishtaha yo'qoladi. Suv tubida harakatsiz qoladi. Quyruq va suzgichlari yemirilgan bo'ladi. Kislorod kam bo'lsa nima bo'ladi? Baliq nafas ola olmaydi, o'sishdan to'xtash yo o'lish holatlari kuzatiladi. Suv ustida ochiq og'iz bilan harakat qiladi. Muammoning yechimi samarali aerator o'rnatish va doimiy kislorod yetkazish kerak. Baliqni qanday qilib yaxshi narxda sotish mumkin? Bozorda to'g'ridan to'g'ri xaridorga sotish, restoranlar bilan shartnoma qilish, qadoqlab brend sifatida chiqarish, onlayn savdoni rivojlantirish. Bu soha bo'yicha ko'proq ma'lumot olish uchun nima qilish kerak? Shu profilga obuna bo'lish kerak.